Assalomu alaykum qadrlilarim, yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Biz Xudo xohlasa Farhod madaniyat saroyidagi bugungi konsertimizni birinchi seansini boshladik. Men bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Judayam ko'pchilik Instagram sahifamdan, Telegramdan SMS qilib qo'ng'iroq qilishgan, har bitta tabriklagan insonlardan judayam minnatdorman. Alloh rozi bo'lsin. Iloyim kerakli qilsin. Har birimizga kerakli insonlardan qilsin Alloh. Qaysi duolarimda bunaqa, qaysi vaqt, qaysi duoyimda so'raganmanki, shuncha mehr, shuncha yaxshilik, shuncha nima desam, qo'llab-quvvatlashni Allohga behisob shukr. Judayam xursandman. Buni men oddiy so'z bilan ayta olmayman. Benihoya xursandman.